Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda Artcraft serverida lag mashina quramiz. Lag mashina nima? U serverning tepasini FPS tushiradigan serverni qotishiga, crash bo'lishiga sabab bo'luvchi mexanizm. Tushunarli bo'lsa, qani go. Lag mashina uchun kerakli bo'ladigan barcha resurslarni yig'ib uyga borib qo'yganman. Hozir u yerga boramizda ishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar: observer, dispenser va shunga o'xshash mayda-chuyda narsalar. Va eng muhimi 1728 ta armor standlar. Men buncha resursni naqd 2 soat yig'dim. Mehnatimni qadrsizlar degan umiddaman. Endi qurilish ishlarini boshlaymiz. Kerakli resurslarni olamiz va ishni boshlaymiz. Avval so'l senlarni qo'yib chiqamiz. O'rtasiga blok qo'yamiz ikkita. Atroflariga ham bloklar qo'yib chiqamiz. Va u bloklarning ustidan dispenserlarni ko'rsatgandek qo'yib chiqamiz. Endi esa barcha stonlarni dispenser ichiga solib chiqamiz. Ana boshladik. Bu sal ko'proq vaqt olishi mumkin, shuning uchun tezlashtirib o'raman. Oxirgilari mana nihoyat solib bo'ldim. Endi qurilishni davom ettiramiz. Mexanizmimiz tayyor. Bu unchalik kuchli emas, lekin atrofidagi odamlarni yetarlicha FPS'ini pasaytiradi. Demak, natijani ko'ringlar. Ko'rib turganingizdek grafikaning dabdalasi chiqdi. FPS'im ham asta-sekinlik bilan tushib bormoqda. Shu paytda bir tanishim baza topganini aytdi va uni grif qilishga bordik. Video shu joyda tugadi. Like bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.